Yusa kiradigan material so'ragan uchun 1 tiyinga qimmat bo'lgan. Haqiqatan ham 1 tiyinga umuman arzimaydi. Yusa mana shu yerdan bo'lib qoladi. Ishonmanglar uzunligiga, lekin umuman teylatmaydi. Bu xibalarga o'xshagan teylatadigan emaslar. Ko'rinayotgan bo'lsa, orqasidan yorug'lisi ichi ko'rinmaydi. Juda prostoy shtampl bo'ladi. Narxi ham arzon. 40 mingdan ko'ylak lozim. Ko'ylak lozim. Uzunligini ko'rasizlar, xibini oldida xuddi ona boladek bo'lib qoladi. Yuvsangiz lekin bir xil bo'lib qoladi. Narxi 40 ming so'm arzamagan pulga beriladi. Yozga zo'r ko'ylak. Xibalar bor, qalin, nisbatan unga ancha qalin, unga nisbatan xibalar umuman ko'rinmaydi deyarli, zo'r ko'rinadi. Buni narxini 70 ming qilib beramiz. Yo'q, menga sal o'rtacharoq kirib ketadigan emas desalang, baribir agaga ham bagaga ham olsa shunaqa bo'laveradi. Mana ko'ryapsizlar. Va bo'ydan qisib qolingan. Narxi 45 mingdan, bular selen bo'ladi. Uncha-munchaga kirmaydi. Kiradi lekin bular ham yursa. Telegramga o'tirasizlar, hamma narsa narxiga yarasha. Lekin sizlarga olib borib buni 110 ming, 120 ming sotilyapti, ko'ryapmiz. O'zimizdan jicha narodagi bozorlarda ham shu ahvol. Bularda 70 ming, 80 ming sotilyapti. O'zimizda realni bor narsalar aytyapmiz. Lekin bizda optim aytilgan narxlar donaga emas. Bularda o'zlaringiz bilasizlar 120 ming, 150 ming atrofida xibalar sotilyapti. Bular yangi gullar ko'rayotgan bo'lsangiz, to'g'ri, anaqa zamonaviy gul emas, sal endi yangiliklar ham chiqadi. Gullar, xibalar endi boshlandi sezon. Telegramga o'tinglar, yana boshqa narsalar ham bor. Buni jicha kiyroq kiyasizlar, hozircha bundan bitta qo'shib olsalar, bitta sezonni o'tkazib yuborasizlar. Hozir juda issiq.